Siz ichakda teshik degan tushunchani eshitganmisiz? Tibbiyotda bu rus tilida sindrom повышенной кишечной проницаемости deb aytiladi. Bu holatda ichak devori odatdagidan ko'ra o'tkazuvchan bo'lib qoladi. Natijada qonga toksinlar, to'liq hazm bo'lmagan ovqat zarrachalari va bakteriyalar tusha boshlaydi. Keyin nima bo'ladi? Immun tizimi bunga qarshi kurashadi, lekin vaqt o'tishi bilan adashib, o'z tanasiga ham hujum qila boshlaydi. Shu tariqa autoimmun kasalliklari rivojlanishi mumkin. Bu bo'g'imlar, teri, qalqonsimon bez va boshqa muammolarga olib keladi. Bu yerda oziqlanish katta rol o'ynaydi. Shakar, qayta ishlangan mahsulotlar, fast food yallig'lanishni kuchaytiradi va ichakni yanada zararlaydi. Sabzavotlar, tabiiy mahsulotlar, kletchatkaga boy ovqatlar aksincha ichakni tiklashga yordam beradi. Shuningdek, suvni yetarlicha ichish, stressni kamaytirish va mikroflorani tiklash juda muhim. Chunki sog'liq doridan emas, siz har kuni yeyotgan ovqatdan boshlanadi. Savol: sizning ovqatingiz sizga davo bo'lyaptimi yoki aksincha?